bahorgi slay outfitlarimni ko'ramiz. Bahor keldi degani prime era boshlandi degani, to'g'rimi qizlar? Shu sababdan qo'rqmasdan eng yarqi kiyimlarni kiysa bo'ladi. Oq yubka shortigimni qo'shib ko'ramiz. Даже sochlarimni yoygim keldi va shu kablugimni qo'shishim keldi. Kuklaga aylandim, qoldim. Mani tasavvurimdagi vibe bo'ldi. Shunaqa kartinani ko'rib turib ham o'zbekcha qizlar eng chiroyli deyishmasa, shapaloq solish kerak yuzidan. Primerka qilayotganimda ham bu ko'ylak juda ham yoquvdi. Shu sababdan boshqa rasvetkasini ham oldim. Bu ko'ylak birinchisidan ham ko'ra ko'proq yarashdi. Tasavvur qilinglar, meni yaqindan tanimaydigan inson meni birinchi marta shu ko'ylakda ko'rsatdi. Qanaqa nejniy qiz ekan deb o'ylaydi. Angel, prям angel deb o'ylaydi. A potom hobana. Limonli outfitim hali umuman bo'lmaganmanda. Qanchalik darajada chiroyli turganini qaranglar. Bitta yaxshilab o'tib qo'yarsam, все. Shu sumочкam idealni tushadi deb o'ylayman. Va bu quyoshli kunlarimizda qora outfit qilishdan qo'rqmasligimiz kerak. Chunki bunaqa shikarnaya koftani bahorda bo'lmasa yana qachon kiyish mumkin? Outfitimga mos zireylar, qora rang lodochkalarim yo'q ekan, shu sababdan hozircha shu. Faqat qora tufli olmagunimcha. Chanel sumkam idealni tushadi deb o'ylayman. Bugun shu outfitga to'xtashga qaror qildim va eng sevimli atrimni sepmoqchiman. Hozirgi kunlarda menga mana shu atir juddalarda yoqyapti. O'ylayman, mana shu vibe'ga to'g'ri keladi hidi. Shu paytgacha men faqat svetochniy hidlar ishlatardim, lekin buni hidi drevesni bo'lsa ham yuragimdan katta joy oldi. Raskoshniy. O'zi yaqinda sevimli atirlarim podborkasini yig'ib ko'rsataman. Girls, mana shu hamma outfitlarga birdan 10 gacha baho beringlar. Men esa ketdim.